Mayır turib, yana nima deb odatga Rodi komandasi uchun ishlaydi. Chunki 2 yil ilgari bir qitimliq mashina hodisasida yaralanishdan burun u tadrijiy holda top maydonidagi cho'lponga aylangan. Nurg'un dangli top komandalari kun bo'yi uning kayni kirib olib, uni topchilar birlashmasiga taklif qilmoqchi bo'ldi. Shunga siz bu deloni qabul qilgan. Chunki siz uning top mastasida. Bo'ldilar, nega bu degan xizmat u birisining o'ziga qasd qilmoqchi ekanligini aytgan edi. Onun aniq bildim degili bo'lmaydi. Chunki uning o'zi bir xiyol kabi. Topni yetib bering! Hiç tushunamadim. Ularning deb kashkichi tükürdü ekan. Ularning ajrt sistemasi alayda taraqqiy qilgan o'xshaydi. Xato ko'rmagan bo'lsam, u soltaklab boshni yoqtirmaydigandek qiladi. Nim bo'ldingiz? Oltin metalliq kiygan. Uning hazat qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki u tezli cho'lpon oylindi emasmi? Yana bir netim. Cuma kundagi jamoat paravanliq faoliyatida kaltak top o'ynash mahorati ko'rsatildi. Biz alayda diqqat qilish tegishli biror odam bormi? Boshqa komandalardan kelgan ba'zi top cho'lponlari, yana klubning xo'jayinlari bor. Men ularga o'zimni bir ko'rsatib qo'yay deyman. Shundaq, yaxshi o'ynaydi ekansiz. Negining maqsadi diqqat qilishga tegishli yoshirin xavf bormi yo'q demoqchi. Sizlar hargiz hayron qolmanglar. Siz bizga bir muncha pul chiqarib qo'dashni talab qilgan ekansiz. Nima uchunligini bilish huquqimiz bor-da. Andish qilmanglar, mening peshonam azaldan o'ng. Yarmas. Ag'illar. Hech bo'lmagandi. Hay, qara buningga. Qandaqroq ekan? Cho'yli topni daslibida oxiranda edi. Lekin hozir seriq, yeshil, yana chaptal chechik ranglarning hammasi bor. Bu musobaqaning qiziqchiligini oshirdi. Shunga menimcha kaltak topning bo'yisi bo'ladi. Bu yerda masal va'da qiladi. U kaltak top bomba ekan emasmi? U alayda yasalgan qutidan olgan edi. To'xta! Otma! Topni joyiga qo'ying. To'xtab! Mashqdek tugimidi. Bunda qilsangiz jarimani qo'yiladi. O qiz do'stimni bulab ketgan tursa, sizchi men gap qilmasam bo'lamda? Undaqda u xato qilgan tursa, bombadan portlash kuchi cho'q. Zilzila keltirib yetishi mumkin. Bu faqat bir ogohlantirish. Komandadagilarning ko'pinchisi meni qo'llaydi. Meninglar emas. Bu yerdagilarning hammasidan uning falokatga uchirganligini ko'rgisi bor. Güzel hem Batur Will Ironis, xuddi osmondan tushganda qobil kuchlardan tashkillangan Los Angelesdagi eng munavvar amalliq saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarlik amalliq saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi.
O Soltek rastlıqla kirishib ketibdi. 1 soatdan oshdi. Vaqtni u o'zi biladi. Menimcha, bu uning issiqda qalpoq kiymay, bir necha maydon musobaqani ko'p o'ynaganiga baravar. Balkim u hammada yaxshisi emasdi. Biroq ro'yi bundaq urg'ib turganlari haqiqatan az. Mal baqadigan ishdan ruhiy urg'ib turadi, chunki u hamma yerda so'kildi. Kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Bu deloni sizlarning qatnashinglarga topshiray. Men ayan, mening kuchim bekor ketmaydi. Siz uningga yordam bera olaymi demoqchimi? Albatta. Qarang. Mutaxassislarning taklifidan qaraganda, ko'ngli bor ayolni topsalar, masala hal bo'ladi. Uning avarchiligi undaq oddiy emas. Siz tunugungi bombadan boshqa uningga yana boshqa avarchiligim bor demoqchimi? Rodi komandasining Ternerning deyishicha, bak mashq maydonida 2 qatim qaslab yiqitilgan, 3 qatim top zarbasiga uchirgan, ba'zilarning ehtiyotsizlikdan kaltakni uning beshiga urgani buning ichida emas. Men faraz qilib ol. U yana menga bak qiz do'stimni bulab ketdi degan topchilarning ismligini berdi. Komanda a'zolarining hammasini yezibdi. Astiga qarang. Bakna, bu ishlar vaqti yetamdi. Besh bo'lmagandi. Yaralang'ili 2 yil bo'ldi. Bo'ynim hozirgacha mushundaq. Ha, tayjichan harakatini mashq qilib bering. Bundaq to'lqinib ketishga foydasi bo'lib qolsa ajab emas. Sizga foydasi bo'lishi mumkin. Biroq haqiqiy tanarkatcha yumshoqlik bilan kuchli bo'lishni mashq qilish kerak. To'xtang. Bu yerda faqat bir ayol bilan arilish kerak deyilibdi. Bo'ynimni davoltamdi men. Yo'q. O'zingizga kelgan avarchilikni, sizga keladigan avarchilik tugamaydi ekan. Chunki siz bir nimaga yeris bo'lib qolibsiz. Xuddi zahar va haroqqa berilgandek. Har qanday yerismanlik yaxshi emas. Mol setilishga yerisman bo'lish buning sirtida. Mol setib olganda boshqalar ziyon zahmat yetmaydi. Bir so'zi saray buning sirtida. Kechiring, bek tarlab ketdim. Mashq qilishdan ilgari yuyinib olay. Sizlarning bu yerda monchi bormi? O tarafda. Tayjichan o'ynayman degicha avval Tailand qo'rinisi yeyishni o'rganib boqqa. Orqada saqchiq ma'lum qilish apparati bag'ishlandi. Men Tailand qo'rimisini yaxshi ko'raman. Bu muhabbat mastonisining bunda qo'ndirbaligini o'ylamabdiman desa. Bak, keyin eshikdan to'ydirmay chiqib ketdi. Qarmoqqa saqchiga o'xshamaydi ekansiz. Uning bundan keyin qochib boqqanini bir ko'ray. Ularning so'kit qisib ketibdi. Men ishdan sirtqi saqchi. Mening asosli kasbim ssenariy yozish. Kolumbiya shirkatiga yarab qoldi. Azroq tuzasam bo'ladi. Qarmamdigan bir necha yig'iz paranglashibla yozuvchi ishkaligingizni bilib oldim. U bel degan hiliqi qizda qiladi. Bema'nilik. Siz bir qiziq ekansiz. Jarimani talonini uningga bering, vaqtimiz to'shib qoldi. Telefon nomeri ekan bu. Xan qiz. Qizil pikap siznikimi? Sizning boyaqi jipingizning o'rnidan qaraganda norozi bo'lganda qilasiz. Vaqtingiz eshib ketibdi. Qiziq ish bu. Mening vakolatchim bek aldirish. Sizga shodxo'rlik tilayman. Xo'sh. Mashinaga chiqing yigit. Gepimni angla ablah. Sening nima ish qilishingdan korim yo'q. Quloq sol. Mening parvoyim belak. Sen dastlab ma'qul bo'lgan chog'da patqoq petib bo'lgan eding. Tushundingmi? Velon, gepimga quloq sol. Velon. Hey. Ha, xari. Sevimli gap shundoq. Gepimni anglang. Velon bugun boramaydi. Ha, yo'q, anglang. Sizga va'da beray. Bu qatim cho'qim pul beraman, Amerikam. Cho'qim beraman. Xari. Hey. Beşimga pishtirdim desa. Bo'ldi, Godin. Xafa bo'lma. Pulingiz yetmabdi. Nima? Men nim bo'ldim. Hozir o'lik odam bo'lib qoldimmi? Ular mening kimligimni bilamdi, ha? Menimcha ular biladi. Menga Karmenni epat, tez bo'l. U menga qanday tasalli berishni biladi. Tez ola. Anim bo'z Karmen bor ekan. So'z ish etibdi. Siz bir maydon o'ynamasangiz bo'ladi-ku. Ular sizni loyiqida ishga qo'ymabdi-da. Qarmen bo'lmaydi. O'zimni obdanroq bir ko'rsatib qo'yay deyman. Siz meni yaxshi ko'rmansiz. Albatta unda qafas qadrligim. Biroq men hozir bo'shib qolsam bo'lmaydi. Uning ustiga siz bir yigit bo'psiz. Eliqi, akavri payvachchini. Bak!
Bak Roy, sizden telefonunuz. Altın medallık sol teknik köygeller var mı? Esingizmi? Oldin qatim ko'rishganda siz meni o'zingizga ram qilmoqda edingiz. Men uyingizning yenidagi mehmonxonadan yotoq tizimlatdim. Oh, söyleyeyim onda qana. Paylaşıp veremeydiganligimni bilasiz-ku. Men sizga muhtoj. Bak, siz kelganda mening sizni qanday qildiganligimni bilamsiz. Depeginingizga rahmat. Hozirla baray. Bak. Keldinglarmi? Ular 8 nomerlik ko'chadan meni Ahmet Palimni tepib olibdi. Ahmet Fele. To'g'ri, top o'ynaganda ishildiman. Biz berib kelaylik. Men Clyde komandasi bilan o'ynagan ashu hal qiluvchi musobaqa to'g'riliq so'zlab beray. Dağlıq amalıq saqlıq et. Kay, bay bakqa kimning telefon qilganligini tekshirib beqing. 8 nomerlik ko'chadagi avtomobil mehmonxonasidan kelibdi. Bu mehmonxona 1986-yildan buyon so'z sasik arboblarning umumiy yaxshi ko'rishiga erishgan. Soatlab ijaraga berilgan. Bu menga ilgirki yigitimiz Stoyanni eslatdi. Biz 3 kun darsni qechib chiqib, ikkimiz bir motosiklet bilan sargardon bo'lib yurgan edik. Kay, qaysi uy ekan? 208-uyda. Hozir tizimlatgan ismi Badi Robert. Men kallamni to'g'ri tikimanki, bu yolg'on ism. Bel meni mashina bilan og'ir kelsin. Saqlab turing, hozir chiqaman. Siz bilan birga baray. Tekshirib beqishim kerak. Bo'ldi, zaruriyat yo'q. Men 1 minutlik kelaman. Nima, siz ichida birsi meni saqlab o'tdi deb qoldingizmi? Mening ismim Bak Royes, shuhratparast Royes emas. Quloq sela. Barliq raqamlarning hammasida shahvatparastlik mazmun bo'lavermaydi. Oh, og'ina, kechiring. Koyk. Bo'ldilar. Tez berib, tez qayta. Miss Belia. Miss Belia. Mening hozir so'zlashayotganim 500 millionlik cho'ng soda. Navoda soda yo'q chiqsa, men cho'qim odam o'ltiraman. Yo'q, mening o'rnimda sen o'ltirsan. Endish qilmang. Villan bo'lmasa u yapılar taqozo bo'g'inidan sakrishib ketadi. Ava Carmen go. Qani. Ma, paskinni qara. Carmen! Ben sana işte ekanligini bilaman. Ishkini och. Carmen! Bomba besib kirman. Ey! Carmen! Odin, bu nima qilgan? Chiqib keting. Siz nima asosan meni boshqarsiz? Dur. Qochma deyman. Qochma! To'xta. Chapson, bu yerga ketaylik. Tez. Sizdan chapdas bosh desak bo'ladi ekan. Uni aytib et. Ehtiyot qiling, oldimizda mashina bor. Kerak yo'q. Cho'ng o'ltiring. Avaylar, cho'ng o'ltiring. Men sizga muqim arilishadigan bir qiz do'st teping degan edim. Hargizmi boshqalarning yurgan qiz do'sti bilan o'ynang demadim. Nima shunda xo'p qolganini o'zimmi bilmayman. Sizni bog'lab o'yning ichiga solib qo'ysak bo'g'dak. Shunda qilsak sizning eski yaymangizni yig'ishtirishda qutulg'idakmiz. Bizdan qo'g'lagan heliq odamning ismi Godi. Kino mablag' sarfchi. To'g'ri, Carmen hamisha uni tilga oladi. U uning yigiti. Heliq paka bugun sizning jiningizdan aql qil qoldi. Siz tek yolg'on so'zladingiz. O'zingizni bek aqlliq chaqlaydi ekansiz. Kechiring, men nima qilolay? Menmi aqllanroq bo'lay deyman. Biroq chiroyli qizlarni ko'rsamla beshim peqirab ketadi. O'zingizni tutib oling. 6 medallik yigit. To'g'ri. Men bir amal topdim. Bugun akşam meni o'zingiz yolg'iz qovdisangiz qanday? Kechki tomoq yeylik. Yaxshimsiz bayloqchi. Bak. Sizni istaydi ekan. Tushingizni ko'ring. Haqiqatan qiziqkansiz. Yana kelib bo'ytaqkansiz. Biz toza maskilimiz. Cho'qim menga yordam qila olasiz. Sal ta'xir qiling. Men uning bilan ayrim so'zlashay. To'g'ri, biz ikkimiz.
Nega? Uning mijozi yaxshi, xizmati bor, mashinasimi bor? U ayollarni ko'zla uchrashaylik deydigan. Uning uchun uni tizgilaydigan odam kim? Siz bekal loyiq. Bo'lmaydi. To'g'ri, Jon qizg'inishi mumkin. Men Jon bilan odatdagi do'stlardim. Necha qatim aytdim-ku. Undaqcha chatoq yo'q ekan. Ma'qul. Amaliyotda men sizdan kaltak top o'ynashni o'rganay deb yurdim. Yaxshi. Sizda tug'ma talat bor ekan. Men bombaga pek mayir. Men o'ylab qoldim. O'ylamayli qo'ying. Yo'q, gapimni anglang. Men sizning juma kunidagi kaltak top maharati ko'rsatishda men top etib berishingizni umid qilaman. Bo'lmaydi. O degan ommaviy parovolik faoliyati haqiqiy musobaqa emas. Biz top etib beruvchini o'zimiz tanlaymiz. Nima ish qiynab birsiz? Bilmayman. Ta'lim o'rniga kelib qolamdikan deyman, ha? Sizdan top etib berish usulingizni yoqtirib qoldim. Tez, egizmi, pasma emas. Rahmat. Lekin men bir necha qatim atgandan keyin to'g'ri etib bera olishim notayin. Menimcha bir tarqitish apparati bo'lsa, andan davomlashtira olamanmikin? Menimcha qila olasiz. O'ynab beqing. Bo'ladi. Tayyorlan. Başla. To'xtat. Av yarmaslarni ariq ko'rinishida qo'llab chiqirib. Bilaman, siz muvafiq mablag' solishni o'ylab kelyapsiz. Shunga mushundaq yaxshi fursat bo'lsa, men sizni o'ylayman. Morton apandi. Godin apandi, yana bir necha ishni muzokara qilib baqsaqmikin deyman. Biz sizning orqa ko'rinishingizni tekshirdik. Sizlar meni tekshiribsizlar-da. Yaxshi, nayt yaxshi. Undaq siz bilishingiz kerakki, meni xaridorlarim uchun pul tepib oladigan iqtidorim bor. Shundaq. Bu tarafi bizga aniq. Lekin biz bo'lsak, to'g'ri sherkat. Biroq sizning nurg'un tijorat sheriklaringizning hammasi jinoyatchi tashkil. To'xtang. Bu birisi qasddan o'ydirib chiqargan ig'vo. Mening nomimga nuqson yetkazmoqchi. Menga ishini, mening qilayotganim to'g'ri savdo. Mo'yime men sizning 500 million Amerika dollaringizni muvafiq film ishlash shirkatiga mablag' qilib solaman. Men ularga cho'ng film ishlatib, sizning ajoyib ko'p pulga erishishingizga kafolat qilaman. Hay, Godin. Carmen, suyimligim, kelib qopsiz-ku. Apandilar, bu yoq mening qadrligim Carmen. Ular kimlar? Otqimorvozlarmi? Yo'q. Meni qo'g'ilshingiz ajatsiz. Men o'zim ketaman. Balki mangulik. Suyimligim, keyin so'zlashaylik. Men Bahrois bilan yuryapman. Nima? U men kuyinishni biladi. U meni tushunadi, albatta. Bo'lamiz. Bahrois, kaltakda o'ynaydiganmi? Eliq kuni mehmonxonada siz bilan birga bo'lgan odam. Dal shu Godin. Yaxshi qo'y, Carmen. Meni qo'ydim. O'zim ma'alayman. Aldinglar xijilma. Biz xo'shlashaylik. Yo'q, sizlar ketmanglar. U ketdi. Biz keyingi qatam uchrashadigan vaqtda deyishib uchrashaylik. Qanday? Ma'qul. Mayli. Ilgari Bahroisni qo'yib etmasam bo'pti ekan. Uni qo'yib etmasam bo'pti ekan. Biroq u qo'g'dig'ichalar ekan emasmi? Yo'q, bugün emas. 2 yil ilgari. Shu chaqda men 250 mingni ash maydonni hal qilish musobaqasi tikkan edim. Asli qalbi qo'limga kelib bo'lgan edi. Bak o'zi ko'z shu mening yaxshi ishimni buzib etdi. Shu yaxshimi? Bakning mashina hodisasiga uchraganligi ilmi ismi? Shundoq to'g'ri kelib qolgan. Kaltak to'payat shuna bilan uzilib qolgan edi. Uni siz o'rinlashtirganmi? Men bir og'inamga uning mashinasiga agishib berib, hang'i borganda uni ittirib o'tishni aytgan edim. Haqiqatan o'ylamabdiman. Sen eng yaxshisi bir necha og'inani tepib bu bashog'irtilgan ablaqni ujiqtirib et. Mening endi uning top o'ynaganini ko'gim yo'q. Cho'ng kichik musobaqalarning hammasi ko'zim ko'rmasin. Mening Carmenimga ikkinchilab cheqilg'uchi bo'lmasin. Ma'qul. Undaq bo'lsa, atkash mahorat ko'rsatishda ilgari bak bilan qayerga bormoqchi bo'ldingiz? Bo'ldilar. Navbat Tashaga keldi. Yo'q. U siz bilan birga bo'lsa muloyimlashib pilikdak bo'lib ketdi ekan. Biroq Tashani ko'zlab buqiga aylanib qoldi ekan. Bu yerdansizlar? Bak, imzoyingizni qo'yib bersangiz. Albatta bo'ladi. Sizga bir sovg'a taqdim qilay. Rahmat. Ichib ko'rib beqing. U sizni eng oxirigacha bardosh qilib beradigan qiladi. Menga beramsiz? Siz bir taqtish apparati bo'lsa, topni yaxshi etib berdim degan edingiz. Bu men shu chaqda bunda xil deb qo'ygan edim. Zadila o'ylamabdiman.
Sizning O xijil bo'lyapti. Uning siz bilan mehmon qilish etkisi bor. Oh, pek yaxshi bo'ldi. Mushu atrofda bir restoran bor. Biz berib yuyinib, badanimizni uvlasak qanday deysiz? men deyman, sizning ayollarni o'ylamaydigan kuningiz bormi? Albatta, ayollar bilan birga bo'lgan chaqdimi, birdilla kaltak top esimga kelib qoladi. Ep keting. Oh, sizlar birga berib chamaldab kelinglar. Dengiz bo'yiga borsanglar qandaq? Ben aldaq etdim bakdan buzg'unchilik tufaylidan ziyon tortgan pulning o'rnini qanday qilib to'ldirishni o'ylab qoldim. Hammaning kaltak to'qmog'i ko'rsatgandimi, baktiga soldagi yengildi deb qarayapti. Uning amli kuchi bor. Undaq bo'lsa men uning yengilib qolishi uchun 250 ming tikay. U chuqum yengildi. Chunki men uni yengildirmadim. Ah, ajab ko'ngilli bo'ldi. Yurgim tepilib silyotdi. Men o'zimni zarur kontrol qila olmayapman. Go'yo qalay hujum qilgandek undan keyin uni Bu soltek mening karminimni bulab ketib qolmasdan, ya'ni texnik keming tangda sav etibdi. Bu mablag'. Jiddiylashma boshliq. Kichik ishga bardashlik bermisingiz, cho'ng qalaymiqanchilik chiqdi. To'g'ri. Bundan keyin mendan foydalanib degichi bo'lma. Men yoqtirmayman. Qo'g'dig'ichini qanday qilamiz? Muvafiq yamchiq tepilsizlar. Bak, ularni tashabbuskorlik bilan tashlab o'tadi. Bu chaqda biz uni to'g'rilaymiz. Pam. O o'ladi. g'ayrat qiling. Kaltakni ko'tiring. G'ayrat qiling deyman. G'ayrat qiling. Nim qilyapsiz? Yana supuryapsiz? Zehningizni yig'ing. To'xtang. Kay. Nim bo'ldi? Rost raqamlashmadi. Mening ayollar bilan birga bo'lmaganimga 3 kun bo'lgan edi. Shundoq buzunma? Rost aytaman. Qo'lim titrayotdi. Takkizamigidekman. Gapimni anglang. Cho'nqur nafas iling, bulamdi. Hech nimani o'ylamang. Men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, to'p urishning butkul jarayonini o'ylagan bo'lardi. Uni to'g'ri mo'ljarlab, joyiga tegizing, bulamdi. To'g'ri mo'ljarlab, dal joyiga tegizing. Tushundingizmi? Mening deganimni tushundingizmi? Bering. Men sizni to'xtang deganda andin to'xtang. Bu nima dey? Ishga mahorat bilan kaltak topdan birlashtirsa bo'lmadi bu. Taydi buni to'p urish san'ati deydi. Ha, bo'ldi, g'ayrat qil. To'g'ri, teksalaysan og'ina. G'ayrat qil. G'ayrat qil. O haqiqatan ayolga muhtoj. Oh, Tanrım, Beri Maylun Dalas Mergenler komandasının xo'jayini. Uni tez to'sini, u baxtning qarsoq top urganini ko'rib qolmisan? Kechiring, bu yer shaxsiy top maydoni. Gül. Ben alaydan Dalas'tan maşini bilen geldim. Siz kişini meftun qiladigan Sahip Jamal Velxon qiz bilamsiz. Shundaq men bu yoqniki Franka. Yaxshimisiz?
Boyaq berey maylın. Onun top komandası ötken yılı dünya birləşmə müsabaqasına qatnaşacaq To'g'ri, qolgan biz edi. har yili salli kam qilamiz. Bu dal mushu Teksaslik odamning kasobasidan bo'lyotidi. Men bu odam bilan to'xtam tuzalmasam, meni katkilib qo'ymaydi. Bak, Begim bakının kayfiyatı yaxşı emas. O yeni bir xil top uruş maharetini tadqiq qilyapti. Top urush mahorati u bir to'pim tagizamagan tursa. O altın medallik top uruş mahiri. Onun için tagizamazlik tagizishdimi tas? To'g'ri, men sizning so'zingizni tushundim. Rasmi? Ras, mening cho'ng bir dehqonchilik maydonim bor. Nihoyatda yaxshi boshqarilib kelyapti. Lekin men hozir berib baxmadim, kechiring. Siz bir amal qilib uni topni tagizdan qiling. Men nima qilib bera olayman? O almoqchi bo'lgan narsani bering. Sizlar sham yo'rg'ida kechki tomoq yalla, lirik romantik musiqalarni anglang. Men fohisha ayol bo'lamanmi? Sizning maqsadingiz mushu, to'g'rimi? Agar uni qutqizib olg'ili bo'lsalar. To'g'ri, siz mening xizmatimni qo'llashingiz kerak. Bo'ldi, so'ramay mengayvering. Bo'ldi, hech tushunamadim. Sizga qanday qilach ma'qul degan demak. Sizga nima bo'ldi, bak? Siz rostli bichar ekansiz. Bu faqat bir tushkunlik, o'ngishib ketaman. Nayt yaxshi. Men azaldan yaramaslar bilan uchrashib baxmagan. Men sizning meni noumid qo'ymaslaringizni umid qilaman. Bilishingiz kerakki, ish bundoq oddiy emas. Mening yanama ilgirligim bor. Albatta. G'ayrat qil jigit, bir qitim takkizib men ko'rsatib qo'ygina. Men oshni o'ynab qotni utilib qolgandan keyin zodil bundoq jiddiylik baxmadim. Shunda O'lgur, u ayolning hamon bir kuni kirlik almashtirdig'ini burra xiyolingga keltirishing kerak edi. La usuruk, atlar, girim buyumlar deganlar hamma yerda tashlab turibdi-ku. Endi peshonangga tukligimni ko'gin soldak. Qapqi qarang'i. Yaraysan. Oh, Tanrı. O gapingiz rastlashandi. Ber. Men rastilla. Voy xudoyim ey. Siz uni rostdan yaxshi ko'rib qolsiz. Darhol uni bilan. Mana mushundaq. Bo'lmaydi. Demakchimanki, men darhol uningdan qutulsam bo'lmag'idi. Bo'lmasa rostdan o'zimni yo'qotib qo'yag'day. Men bu ilishib qo'yay deb qoldim. Be plani. Men bu xildagi ruhlantirish planini anglagan. To'g'ri, uning lozim narsa berilsa, har ish qilmoq yaxshi bo'ladi. Nima? Siz uni talabini qandiring. Shunday bo'lsin. Keldik. Meningcha bugun yaxshi o'ynadingiz. rahmat. Ma'qul. Men sizni belgi topshirdim. Kechligingiz xayrli bo'lsin. Hay, biz Venning do'stlari. O sizni hamroh topmoqchi degan edi. Seg'inib ulaydi. Bilamsiz, bizning qarshimizga siz aslo chirpachirgan bo'ldingiz. Rasma. Kechiring. Ilmetgan bo'lsangiz. Ma'qul. Meningcha bu bir fuhshmaslik. Og'zingizni yuming. Sizning yomonligimiz ketib yiqin. Yo'q. Chiroqni yondiring. Oh, Tangrim, nega? Vel, Men hozir vel sestra. sestra. To'g'ri, men masalaning nadligini tushundim. Mashina hodisasi yuz bergandan keyin men o'zimga taalluq narsalarning birdilla yo'qolib ketganligini sezib, ilishib qolayli dedim. Shuning bilan men doktorxonadagi ayol sestralarni asrashga boshladim. Yo'q. Rostavaman, men ilgari zodli bunda qilib boqmagan. Shundan keyin bu xil turmushni boshladim. Ayollarga yaxshichaq bo'ldim. Ularni aldabmi baxtim. Men
Mashina hodisasiga uchrashni ilgirgidek yashamay qilishimdan hamisha andish qilib keldim. Qaraganda siz haqiqatan yordamga muhtoj ekansiz. Men bo'lgan bo'lsam psixologiya doktoriga ko'rinardim. To'g'ri dedingiz. Gap mush edi. Men davolanib saqaysam deyman. Qamlashmagan gap bu. To'g'ri, his qila olmayman. No. His qilmasam saqaygan bo'laman. Nihoyat yaxshi. Bizning ajrimiz bekor ketmadi. Bu yana yig'ishtirib o'tinglar. Turmush degan yolg'iz ayollar bilan kaltak to'plar emas. Meni ziyorat qilishga kelgan mehmonlarga hurmat qilishim kerak. Qahva? Yaxshi chora. Carmen? Suyimligim, men bormaydigan bo'ldim. Bak sizmi? imzo qo'yib bergan bo'lsangiz. Nima? Bo'ldi. Rahmat. Bak. Men cho'qim boraman. Qadrligim, men bilman, siz meni unutib qolmaysiz. Bakma topshirib oldi. Yaxshi bo'ldi. Hörmətli tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Steven sizlarga tunji qitimliq yillik kaltak top mahorati o'yinini tushundirdi. Bu o'yinni Kabot shirkati mablag' bilan ta'minlagan. Bugungi mahorat ko'rsatish intayin qiziqarli. Nurg'un danglik top mahirlari maydonga tushib mahoratini namoyon qiladi. Jumladan yaqinda asli kelgan ilgirki va kelgusidagi Cholpon Bak Royismi bor. Musobaqa ilib berilayotgan chaqda biz yana ko'pchilikka ba'zi hayron qolarli xushalliklarni sunamiz. Shunga ko'pchilikning naq maydonga kelib ko'rishini qarshi olamiz. Naq maydonda yana nurg'un bo'sh o'rin bor. Men uchun da tikdim. Tikdim. Bak hazırgıç neymiş kelmaydigandi. O cho'qim topshirib olganmidi? Cho'qim topshirib oldi. Carmen ishilib odatlanib ketgan iliqida karta. Mahorat ko'rsatish hozirlik boshlandi. Oltin medallik yigit Bak Royis tanatkachilarning orom ilish rayoniga kelib bo'ldi. Tunji top mayri top urish tayyorligini putirib bo'ldi. Bak orom ilish rayonidagi ujuqtirish plani yana sug'chilashdi. Agar 250 ming yana qo'lga ketadigan bo'lsa, sizlardan to'ltib olaman. Jiddiylashma. Orala o'ralashtirib qo'ygan. Yaxshi, birodar. Bu qitim yana ozroq hayrat qilgin. Yaraysiz nega? Mandi o'z qo'rg'anda eng oxirgi vazifani kutib o'tadi. Bu Mandining eng asl mahorati bo'lib qolgusi. Yaxshi urdingiz. Top maydonidan sirtqa chiqib ketdi. Bunda qilsa bo'lmaydi. Bak maydonga tushsa nishonbek aniqlab qoladi. Yaxshi bo'ldi. Til kameraga qarab keling. Garsiya 6 topdan 5 ta urib qaytirib hammalarni hayron qoldirdi. Endi maydonga tushadigan Bak Royis 2 yil ilgirki mashina hodisi tufaylidan o top maydonidan vaqtincha ayrilgan edi. Hozir o Kaliforniyadagi ATB komandasiga yaqinda qaytib keldi. To'g'ri qarg'aydi, taltakkizman. Tayyor oldi. Cho'qim bir o'q bilan jinan ol, angladingmi? Sevenlik ko'rilmisan. Tushundim, Godin efendi. To'g'ri qarg'aydi, taltakkizman. Bak!
kirishga bo'lmaydi. Qo'y bitta. Bak, Kechiring. uni qotang. Men tunaydiganligingizdan. Siz uni tunimsiz? Bak. Bak, meni suydi. Bak, men sizni suyman. u reshatkadan ortilib kirib edi. Bak Rois yallab olgan qo'g'dug'uchi to'sib oldi. Biz uqtirish topshirib oldik. Bak hozircha maydonga tushamigidak. O musobaqa qatnash kayfiyatini tanishib o'tibdi. Karminning deyishicha, buni bak uningga beribdi. Bu cho'qim Godinning qurgan qiltig'i. Mushatirib u qayerdadir? Afsus, ularga o'xshash osmonda turib kuzatamidik. Ber. Sizga ish tepildi. Kay. Gapimni anglang. Siz darhol 34-kanal Bo'ladi. ko'rishni ichiga kiring. Men radio anglayotgandim. Albatta televizor ko'rganda qiziqarli bo'lmaydi ekan. Butkul tantarbiya maydonini aqtirib marganat eting. Kirdim. Endi chatoq bo'ldi. Biroq unga yana fursat bor. Tez bo'ling, bak. Bak maydonga tushishga tayyorlandi. Biz uni mahoratini ko'rib boqaylik. Maydonga tushishni o'tim kepti. Hozir bamang bak. Siz yanada nishon. Mening amalim bor. Jonga uning kiyimini kiygizib maydonga tushiraylik. U ichiga o'q o'tmas kiyim kiydi. Shundoq bo'lganda u bir yemchik aylandi. Unda qilsak bo'lmaydi. Men chiqib ularga karomatimni azroq bo'lsin ko'rsatib qo'yay. Bo'lmasa men bu yerga nima chiqib keldim? Karomat ko'rsatishni jonmi biladi. Bo'ladi. Sinab baq. Ishonsiz qarab yiqin. Keling. Qo'rg'onga berib, mening topimni tekizishni sinab yiqing. Qani kela. Kaltakto harakatini yoqtirganlarning hammasi Bak Roisga diqqat qilmoqda. U bir mahal federatsiya bo'yicha eng yaxshi top urish mayralaridan biri edi. Yarış saqib doktorxonadan chiqqandan keyin u musobaqa maydoniga qaytib keldi. Garchi bütün yig'valari yiqib ketgan bo'lsa-mu, u yerda top cho'lpini bo'lishga munosib. Topdi. U o'gizda. Tez beringlar. Tez. Tez bo'lin dacha. Shak shubhisizki bu musobaqa yolg'iz ommaviy farovonlik ishlari uchun iyani to'plash faoliyatlar emas. Bizning ko'rdig'imiz Bak Roisning mayrlik bilan top urishi. O'zimiz qo'l solaylik. Limanda qasta. Chiqing, mayli. Qani keldim. Mana. Do'stingizchi. Ular qotilni izlayapti. Men sizni bexatar joyga boshlab boray. Bir top naqibilar. Hammang naqibilar. Bo'lishini qashirib yetishdi. Yaramaslar. Hammang naqibilar. Tezmi? Oh, kechiring. Men bu velosipedni setib olay. Chapsa meni. O yetgan. Hammanglar yetinglar. Yetinglar. Tekrar.
ikki paxtakni so'qdik. Sizga avazchiq tugatdi deb anlayman bu. Shundaq, Maylon apandi. Chunki to'xtamda sizning sharmandalikni marganlar komandasiga va dalasliqlarga yuqtirishingiz bo'lmaydiganligi aytilgan. Masalan, bir mashina qonunsiz chegirdan kirguvchini besib chegirdan o'tdi deylik. Bo'ldi yigit, unda qamlashmaga ish qilma. Siz degan mening komandamning a'zosi. Bak, merganlar komandasi kirgandek qiladi. Baxtga yarasha jon xatarga tavakkul qilib baxtni o'rinda musobaqa qatnashdi. Haqiqatan bek yaxshi bo'ldi. Eliqqa bir to'pdimi, nayt kelishtirib urdi. To'pni to'g'ri qarg'aylab dal tekkizdim. Xuddi siz o'qni ko'yganga o'xshash. Siz o'zingizni to'pni bek yaxshi etib berdi deb qaramsiz? Bo'lmagandim siz qechib chiqib ketalaysiz-da. Hammasi sinab boqaylik. Keling, qanchalik karomatingiz bor ekan. To'pni eting. Ta'lingiz bor ekan. Kaltak to'p o'ynash hech qancha qiyin emas ekan-ku. Hereri bilib qolasiz. Men xili yeniklab qoldim. Nima? Etib bermaysiz-ku? Qo'rqdingizmi? Sizdan-a? Bu qitim cho'qib tekkizman. Ehtiyot qiling. Mana. Oy, bek yaxshi bo'ldi. Bekli oddiy ekan-ku. Ta'lingiz bor ekan. Yana bir qatim kelaylik. Keling. Yo'q. To'pni keling. Yo'q. Tasha, unda qilmang. Endi bo'ldi qiling.